Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. 5-iyul Ürümçi qirg'inchiligi munosabati bilan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar norozilik namoyishlari va xotirlash faoliyatlari olib bordi. 2009-yili yuz bergan 5-iyul Ürümçi qirg'inchiligi Sharq Turkistonning yaqinqi zamon tarixidagi eng zo'r qonliq hodisalarning biri bo'lib, bu voqeada o'z xalqining milliy va insoniy haq-huquqlarini talab qilguvchi minglagan begunoh Uyg'ur, mustabid Xitoy hokimiyati va bu hokimiyatning cho'moqchilari hisoblangan fashist Xitoy ko'chmanlari tomonidan vahshiylarcha o'ldirildi. Millionlagan begunoh Uyg'ur tutqun qilinib, qorong'u zindonlarga va jazo lagerlariga va majburiy emgak maydonlariga mahkum qilindi. 5-iyul qirg'inchiligi odatdagi bir voqea bo'lmasdan, aksicha u Uyg'ur xalqining yaqinqi zamon tarixidagi bir burilish nuqtasi va Xitoy hukumatining Uyg'ur siyosatining keng ko'lamli qirg'inchiligiga qarab o'zgarish nuqtasi edi. Ani shu 5-iyul qirg'inchiligidan keyin mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarning milliy kimligini butunlay yo'qotish maqsadida ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoiy qilmishlari yuqori pallaga chiqdi. Butun Sharq Turkiston zemini haqiqiy bir usti ochiq turmaga aylandi. Millionlagan begunoh qarindoshlarimiz Xitoyning zindonlarida va jazo lagerlariga qamaldi. Sharq Turkiston xalqining ohuzori yuqori pallaga chiqdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu munosabat bilan Uyg'ur muhojiratiga keng ko'lamli norozilik namoyish chaqiriq qilgan edi. Chaqiriqqa ovoz qo'shgan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur jamoati bu yilmi Ürümçi qirg'inchiligining 16 yillik munosabati bilan Xitoyning inson qalbidan chiqqan bu vahshiyona qirg'inchilikni la'natlash va noroziligini bildirish, shundaqla dunyo jamoatchiligining diqqatini Uyg'ur masalasiga qaratish uchun norozilik namoyishlari va shahidlar uchun duo tilovat faoliyati olib borgan. 5-iyul Germaniyaning Myunxen, Karlsruhe va Frankfurt shaharlarida norozilik namoyishi olib berildi. Germaniyaning Myunxen shahridagi namoyishga Dunyo Uyg'ur qurultiyi markaziy ishxonasidagi xizmatchi xodimlar, Myunxendagi Uyg'ur jamoati va Germaniyaning Bavariya shtatining yerlik parlamentining muavin raisi Markus Rindisbacher qatorliqlar qatnashgandan boshqa yana Myunxenning eng obod markaziy maydoni bo'lgan Mariam Platzda o'tkazilgan bu namoyishga Uyg'ur masalasi ko'ngil biladigan germaniyaliklar va sayohatchilar qatnashgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Isa va qurultayning oliy maslahatchisi Farxat Yo'rinqash apandilar naq maydondan ziyoratimizni qabul qilib mundoq deyishgan. Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Bugun 5-iyul Ürümçi qirg'inchiligining 16-yili. Bugun biz Germaniyaning Myunxen shahar markazi bo'lgan Mariam Platz maydonida İnsanlar eng jiq o'tadigan, sayohatchilar eng jiq o'tadigan ko'chasida 5-iyul Ürümçi qirg'inchiligining 16 yilligini xotirlab turibmiz. Bu haqda men Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Aysa apandimni bu haqda bir so'z qilishga va 5-iyulninki bu 16 yil mobaynidagi bu xotirlashlar haqida so'zlab berishni taklif qilaman. Rahmat. Siz mi deb o'tgandikidek bugun Germaniyaning Myunxen shahridagi eng sayohatchilarning eng ko'p keladigan va yoki Myunxen shahrining qalbi bo'lgan Mariam Platz maydonida bu namoyishni Ürümçi qirg'inchiligining 16-yilligini xotirlayapmiz. Ürümçi qirg'inchiligining yuz bergan 2009-yili Bəga vaqtida naq shu maydonda neçüzlügen Uyghur top yığılıb mişədi dunyoga bu Ürümçi qirg'inchiligininki abdi beşirisini haqiqiy mayatlarını mişədə dunyoga jakalagan toq. Dunyo qurtining markazi Myunxenda bo'lib süptimizdə nurg'ulg'an insonlar ko'rgan, nurg'ulg'an medialar kelgan. Bugun oradan 16 yil o'tdi. Bu 16 yil jarayonida o'xshash bo'lmagan yerlarda Xitoy konsulxonasining oldida bütün Myunxen shahrini mengib ve her xil şekilde bunu hatırlayıp geldik. Bugün 16. yılda yana Muşu Meryem Platz'ı bu namayışını kıvatımız, maksidimiz birinciden bugün şembe günü Xitay konsulxanası işlemeydi. Kuruk binaga vakırgınımızdan bütün dünyadan sayahatçılık edildiğin bir merkezde şehir binası, bu mühim şehirlik hükümetinin binasından aldı da bu namayışını kılış arkalık dünyanın hem yerden gelgen mınlagan onmalıgan insanlığa 16. yılı bir qirg'inchilikning yüz berganligi, bu qirg'inchilik 16 yıl başlagan bo'lsa mu hozir texnik şiddet bilan davom etayotganligini, aynı lozinglarimizda 3 milyondan artıq insan bugun azap chekayotganligini, mana bu resim ko'rganingiz orqali mushunga o'xshaydigan insonlarimiz 16 yoshdan tortib 80 yoshgacha bo'lgan insonlarimizningki jazo lagerlarida tutqun qilinganligi, yo'qolib ketilganligi, o'ldirilganligi
İlham To'xtay, Gulshan Abbasga o'xshaydigan, Toshpo'lat Tipga o'xshaydigan ziyonlarimizning bugun yo'qolib ketilganligi, Xitoy turmusida bo'lganligidan iborat hammamizni o'z ichiga olgan bir resimlerimiz bilan orqaliqmi, sloganlarimiz orqali shu dunyoga bu qirg'inchilikni unutmaganligimiz, buning davom qilayotganligi, butun dunyoning bu yuz berayotgan Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish majburiyatining borligini va majburiy emgakning davom qilayotganliklarini ayada butun majburiy emgak chetishlik shirkatlarning logolarini qo'ydik. Bu orqali insonlarni Xitoyning bu irqiy qirg'inchiligiga, bu majburiy emgak siyosatiga o'rtaq bo'lmaslikka chaqirish iborat keng ko'lamli bir mesajni bu yerda beryapmiz. Rahmat sizga. Xo'sh, hurmatli Farhod Yo'rinqash apandim, o'xshash vaqtda Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi, bugungi bu namoyish bilan birga dunyoning o'xshamagan yerlarida 5-yil Urumchi qirg'inchiligi Dunyo Uyg'ur qurultiyininki chaqiriqi bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyining tarkibidagi va hamkorlashayotgan tashkilotlar hammasi va muhojirat butun Uyg'urlar bu namoyishni qilib turyapti. Bular haqida bu bir uchur berib o'tgan bo'lsangiz, bugungi namoyish bilan birga. Rahmat Ishtiqor apandim. Bayı hürmetli Dorukla İsa efendim dep ötkenedek bu 2009 yılı 5. yıl Urumchi qirg'inchiligi yuz bergandan tortib toki hozirgacha yani 16 yildan buyon har yili mushu musibat kunda dunyoning har qaysi elleridagi 20 dan ortiq davlatda faoliyat berayotgan Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoati 5. yil Urumchi qirg'inchiligini bu yerda har xil shakldagi faoliyatlar orqali bu yerda xotirlab kelyapti, namoyish o'tkazish imkoniyati borlar, namoyish qilyapti. Namoyish qilish imkoniyati bo'lmagan O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz bugun yana to'planib nazar qilish usullari orqali 5. yil shehidlarga bo'lgan o'zining hurmatini bildirib kelyapti. Buning uchun men shaxsan mushu kunda o'zining bir qancha soatlik qimmatli vaqtini sarf qilib har qaysi davlatlarda faoliyat yapayotgan tashkilotlarimiz tomonidan uyushtirilgan namoyishga qatnashgan bütün fidakar qarindoshlarımızga alayida hurmatimni va rahmatimni bildiraman. Namoyish jarayonida Maryam Plats maydoniga to'plangan sayohatchilar namoyish maydoniga tizilgan turmadagi tutqunlarning rasmlari va tarqatilgan tashviqot materiallarini ko'rib, o'zligidan namoyishchilarning sepi qaytilgan bo'lib, Bavariya parlamentining muavin raisi Markus Apandi so'z qilib mundaq deydi. Buningdan 16 yil burun Sharq Turkistonda minglagan Uyg'ur Shovganda yuz bergan irqiy qirg'inchilikqa qarshi tinchlik namoyish elib borganda qonliq bostirildi. Bu qirg'inchilikda nurg'unlagan Uyg'urlar o'ldirildi va minglarcha kishi tutqun qilindi. Ammo bugungacha bu voqeaning asli mohiyatini Xitoy hukumatı sistemli holda dunyo jamoatchiligidan yoshirib keldi. Germaniyaning Karlsruhe shahrida 7-oyning 4-kuni Urumchi qirg'inchiligining 16 yilligini xotirlash munosabati bilan Germaniyaning Karlsruhe shahrida Dunyo Uyg'ur qurultiyining chaqiriqiga ovoz qo'shib, qurultayning Karlsruhedagi a'zolari, Karlsruhe kishilik huquqni qo'g'dash tashkiloti, xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti, Karlsruhe islom jamiyati va bu shaharda yashaydigan Uyg'ur jamoati birlashib namoyish o'tkazdi. Namoyish qatnashgan Karlsruhe shaharlik hukumatning ko'chmanlar ishlari mas'uli, shaharlik hukumatning kandidat raisi va har qaysi tashkilot rahbarlari so'zlarida Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini keskin aybladi. Namoyishdan xabar topgan Xitoy demokratlardan kishilik huquq va diniy erkinlikni qo'g'dash tashkilotining mas'uli va bir qism a'zolarimi bu namoyishga qatnashdi. Den chinesischen Soldaten entgegenstellten. Dieses Bild kennen wir auch. Langjährige Sozialpolitikerin in dieser Stadt ist es mir wichtig, an eurer Seite zu stehen. Wenn ihr auf Unrecht aufmerksam macht, wenn ihr auf Dinge aufmerksam macht. Frankfurtda Germaniyadagi Uyg'ur yoshlar tashkiloti tomonidan norozilik namoyishi elib berilgan. Today we gather to mark a day of profound pain and of unwavering resilience. On this day, 5th of July 2009, the city of Urumchi became the site of a brutal crackdown on peaceful Uyghur demonstrators. Their courage. We know what they stood up for, not just for themselves, but for dignity, for freedom. Freiheit für Uiguren! Demokratie für Uiguren! Menschenrechte für Uiguren! Freiheit für Uiguren! Shvetsariya Uyg'ur jamiyatining chaqiriq qilishi bilan Shvetsariyaning Baden shahrida Shvetsariya Uyg'urlari 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi munosabati bilan norozilik namoyishi elib bordi. Namoyish jarayonida Shvetsariya Uyg'ur jamiyati raisi Rizvana Ilham nemis tilida 5-iyul qirg'inchiligining kelib chiqishi jarayoni
va bu qirg'inchilikning oddiy bir voqea bo'lmasdan, balki bu qirg'inchilikdan Sharq Turkiston xalqiga millat sifatida ilib berilgan irqiy qirg'inchilik aylanganligini tushuntirib o'tgan. Shvetsariya Uyg'ur jamiyatining sobiq raisi Andeli Qaraxonli 5 iyul Urumchi qirg'inchilik haqidagi ayni vaqtdagi voqeliklarni namoyishchilar bilan o'rtoqlashish bilan birga Shvetsariya matbuotlariga 5 iyul Urumchi qirg'inchiligining mohiyatini aytib bergan. U so'zida mundaq deydi: 5 iyul shehidlarini, jumladan Sharq Turkiston xalqining erkinligi va hurligini qo'lga keltirish yo'lida qimmatli hayotlarini taqdim qilgan botir o'g'il qizlarimizni, jumladan Sharq Turkiston xalqining erkinligi va hurligini qo'lga keltirish yo'lida qimmatli hayotlarini taqdim qilgan botir o'g'il qizlarimizni yod etish, ularga ehtirom bildirish va Xitoy hokimiyatining xalqimizga qarata rəhimsizlarcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini dunyo jamoatchiligi oldida fosh qilish bo'lsa, biz chet ellarda yashayotgan barliq Sharq Turkistonliklarning vijdoniy, insoniy va milliy burchimizdan iborat. 5 iyul Urumchi qirg'inchiligi shohidi, jurnalist Habibullo Izchi so'zida muhojirat xalqini birdan-bir qarshilik ko'rsatish choramiz bo'lgan namoyishdan to'sqanlar va qarshi chiqqanlar shuni esida cho'ng tutish kerakki, mushu maydonda Sharq Turkistonning oyul-tuzliq ko'k bayrog'i bilan Xitoy qarshi qilgan namoyishimiz tajovuzchi Xitoy hukumatiga va dunyo jamoatchiligiga bu ishg'olga, Xitoyning mustamlikasiga, bu zulmga mangu bosh egmaydiganligimizni va bizning mavjudligimizni ifodalaydi, deydi. Shvetsariyada o'tkazilgan bu namoyish Baden gazeti tarafidan namoyishdan burun va namoyishdan keyin xabar qilib ishlangan bo'lib, Baden gazetiga besilgan xabarda jaholatga qarshi tik turish nomli bu xabarda Urumchi 5 iyul qirg'inchiligining tafsiloti va bu qirg'inchilikdan keyingi Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosati atrofli tanishtirilgan. Dünya Uyghur Qurultayının Qozog'iston vakillari 5 iyul kuni Urumchi qirg'inchiligida qahramonlarcha shehid bo'lgan qarindoshlarning ruhlariga atab Olmut shahrida nazar o'tkazib, shehidlarning ro'yiga atab xatmi Qur'on o'qigan. Faoliyatga Olmut shahridagi millatparvar insonlar, yigit boshlari va Olmut Uyg'urlari qatnashgan. Bu nazar faoliyatida so'z qilgan siyosatshunos Qurultayning oliy maslahatchisi ustozimiz Qahramon G'ojambardi so'z qilib, 2009-yil yuz bergan Urumchi qirg'inchiligining kelib chiqish tarixini, oqibatini va Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qirg'inchilik siyosati, navbatdagi Uyg'ur davosining o'rni to'g'risida ma'lumot bergan. Zumratay erkin bilan bo'lqinaysa, har bir millatning kelgan diplomatlari bilan chatdan muxbirlarga suhbat o'tkazib o'zlari. O Qurultayning azam o'zining metodi bor. Küçük madem çok zor işleydi, paralar her mi idare girip bana böcek, bütün İngiliz bize böcekler. Elhamdülillah, elhamdülillah Rabbil alemin vel akıbete lil muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammeden ve ala alihi ashabi ecmaîn. Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod shaharlarida shu yerdagi Uyg'urlar bir yerga jam bo'lib, Urumchi 5 iyul qirg'inchiligi munosabati bilan shehidlarning ro'yiga atab xatmi Qur'on va duo tilovat o'tkazishgan. Amerika poytaxti Washingtonda Amerika Uyg'ur birlashmasining tashkillashida Amerikadagi Xitoy bosh elchixonasi oldida birlashma namoyish elib berilgan. Namoyishga Dunyo Uyg'ur Qurultayining oliy maslahatchisi Ömer Qanat, Uyg'ur tadqiqot institutining direktori Abdulhakim Idris, Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabir va Washingtondagi bir qism Uyg'ur jamoat qatnashgan. Xi Jinping is a murderer! Xi Jinping is a murderer! Kanada 5 iyul Urumchi qirg'inchilik munosabati bilan Kanadaning Torontoda Kanada Sharq Turkiston jamiyatining tashkillashi bilan Kalgarida Alberta Uyg'ur jamiyatining tashkillashi bilan namoyish elib borgan. Save the Uyghurs! Stop the genocide! Yana bir yerde Toronto'daki kardeşlerimiz bu namayişte katılıştı. Allah razı olsun. Ballarımız ona bizim kuşağımız. Ama yerde yani bir Arap kardeşimiz biz bilmedik, bizi kilip katılıştı. Allah razı olsun. Ben aleykümselam. Stop the killing! China is a terrorist state! China is a
terror state. We want human rights. We want independence. We want independence. Shut down the camps. Shut down the camps. Avstraliya Uyg'ur jamiyati tarafidan 5-iyul Urumchi qirg'inchiligini xotirlash va Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi norozilik namoyishi elib berilgan. Biz ma'lum bo'lgandek biz bu yerga 2009-yili yakun 5-yil yuz bergan qonli qirg'inchilikni 16-yilligini xotirlashni qilib o'tamiz. Biz bu kunni her yılı hatırlayımız, esimizden çıkmaydı. Çünkü bu gün Uygur erkek kırmızılığını yıkmayı kuruluş mahsul oldu. Onundan başqa yana Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetining muavin raisi Polat Sayım efendim, peshqadam inqilobchilarimizdan ustozimiz Ahmad Egamberdi efendimni yo'qlab, birlikda 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 16 yillik munosabati bilan ko'ngil so'zlarini izhor qilgan. Yaponiya poytaxti Tokioda Yaponiya Uyg'ur jamiyati tarafidan 5-iyul qirg'inchiligini xotirlash norozilik namoyishi elib berilgan. Namoyishga Tokioda yashaydigan Uyg'urlardan 50 dan jiq kishi kelib qatnashgan bo'lib, namoyishchilar jarangliq shuarlari bilan Tokio ko'chalarini larziga solgan. 中国は強制収容所を閉鎖しろ。中国は強制収容所を閉鎖しろ。中国はウイグル強制労働をやめろ。 Türkiyədəki hər qaysı təşkilatlar 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi munosabati bilan İstanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida birlashib namoyish elib borgan. Shundaqla İstanbuldagi Uyg'ur tashkilotlari 5-iyul Urumchi qirg'inchiligini xotirlash faoliyatlari o'tkazgan. Belgiya Uyg'ur jamiyatining tashkillanishi bilan Belgiya poytaxti Bryusselda 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi munosabati bilan norozilik namoyishi elib berilgan. Namoyish jarayonida Belgiya Uyg'ur jamiyati Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatiga yo'ritib berilgan tashviqot rasmlari va tashviqot materiallari tarqatgan. Gollandiyaning poytaxti Amsterdam poyezd stansiya markazi maydonida birlashib namoyish o'tkazilgan. Namoyishga Dünya Uyg'ur Qurultayining taftishlaridan Qalbi Nur Sidiq va Baxtiyor Nasir, Qurultay muhojirlar markazining mudiri Odiljon Abdukerim qatorliq shu yerdagi Uyg'urlarmo ishtirok qilgan. Yani bu yerler Kayseri'den gelgen 8 yıldır Uygur kız yigitlerimiz içinde tatlılık sınırlıklar altında müzedeki 5 milyon yakın Xitay yaş yigitlerinin ve hastanedeki planı mollasısı bilen içinde bulan konuldaki kömür kaldır, balta, bıçaklar bilen kılıksız hücum kılıp ayki tamamlıca kök yevlice aslanı eğer dersen kadınlıklar. Shvetsiyada Shaugan qirg'inchiligi va 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 16 yilligi munosabati bilan Shvetsiya Uyg'ur birligining tashkillashida 29-iyun kuni Shvetsiya Uyg'ur birligi tashkilot ishxonasida birlik a'zolarining qatnashishida 26-iyun Shaugan qirg'inchiligi va 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 16 yilligi xotirlash faoliyati elib berilgan. Faoliyat jarayonida shu vaqtda Urumchi qirg'inchiligiga shohid bo'lgan va qirg'inchilikni o'z ko'zi bilan ko'rguvchilar o'zlarining ko'rgan va anglaganlarini so'zlab, ayni vaqtdagi Xitoyning ilib borgan bu qonli qirg'inchiligini yangi avlodlarga va boshqa yig'in qatnashuvchilarga anglatgan. Norvegiyadagi Uyg'urlar parlament binosi oldida 6-iyul kuni Urumchi qirg'inchiligining 16 yillik munosabati bilan norozilik namoyishi elib borgan. Finstane är fängslet. Vår tro, vårt språk, vår kultur forsøkes utslettet. Dette er ikke bare et sikkerhetsproblem. Dette er et folkemord. Dette er en forbrytelse mot menneskerettigheten. Vi krever stans folkemord i Øst-Turkestan. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.